Qormalari. Yaxshimisan? Charchading? Assalomu alaykum. Baraka, yaxshimisan? Hozir bo'lmaydi. Yaxshi bo'ldi. Kelganlaring. O'zi aytadi-yu, yon qo'shni, jon qo'shni deb. Men telefon qo'ydim, o'rtog'ingman kelgin deb. Yaxshi qilsan, sherigini olib kelib. Men qo'shningiz emasman, qo'shningiz Anur. Men qo'shningiz emasman. Meni pul chaqirdi. Yaxshimisan? Charchading? Ha, ulug'bek tinchlikmi? Bo'ldi. Yon qo'shni, jon qo'shni deydi-yu. Kel. Sizlarga bir iltimos bor edi. Hop, qanaqa iltimos? Nima qilish kerak? Xullas kalom, shu men generaldagi metan zapravka, Hasanboydagi metan zapravka, kanu betonkanadagi anaqa bor-ku, zapravka, metan zapravkalar. O'sha yerda shundan qarab kellaringchi, 875 oq Nexan bor edi-yu. Shu qaysi birda turibdi ekan, shuni bilib kellaringchi. Ha, bo'l, hop. O'zim oyog'im og'riyotibdi, men bilasan-ku. Okey, bo'ldi. Bo'ldi, hop. Ha, tez borib kelamiz. Ha, bo'ldi. Ata mashina turibdi, mashinaga borib kelamiz. Nima sen bilan meni ajrata olmay qoldilar, nima bo'lgan? Xabari yo'qmi? Yo'q. Ozgina xotiralari ketib qolgan. O'shanga endi bir xil adashib qoladilar, lekin shu ahvollarga ham bolalarini kuzatyaptilar. Yo'q. Bolalari metan zapravkaga ketdim degan bo'lsa kerak-da. Ha, o'shanga so'rayaptilarmi? Qarang, shu ahvollarda ham bolalarini tekshiryaptilar. Shu ahvollarga ham mashina nomeri eslab qo'yganlarga qo'yaylik. Qo'yilsa, Qo'yiladi. lekin bolalari yaxshi bolalar bor-ku. Ketdik mashinani turib tez borib keldik. Bo'ldi. Ketdik. Aka, Voy kel. ne ulug'bek aka? Hozir. Qani, sal yaxshimisan? Nima bo'ldi? Topildimi? Tushda aytgan zapravkangizni ham qaradik, yo'q-ku uchalasida ham. Aka, umuman topolmadik. Balki o'g'lingiz boshqa ketgandir. Ya, o'g'lim uyda uxlayotibdi. Nima? Ben metan zapravka yopiladi dedi-yu. Ha. O'shanda birinchi ochayotda bo'ldi, metan zapravkani eshigiga tarab qo'yib keldim. Ularga hozir qaysi birligini eslolmayapman-da. Onang qidiruvga beraman nima bo'layini. Voy. Voy.